Yeni kanun layığı maqullandı. Amerika'nın yuqori darajalik amaldorlari halqılık paytda Tayvanni ziyorat qilishi mumkin. Mavzuli xabar 3-oyning 6-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Taybe Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ma'qullagan Tayvan sayli sayohat qonun loyihasi yetim holatda turgan Tayvanni Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining ikki taraf amaldorlarining o'zaro ziyorat qilishi o'ng'aylik yaratib berdi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Qonun loyiha Tayvanni Amerika bilan Jungo o'rtasidagi munosabatlarda suhbatda dastak qilishga aylantirdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining Kengash palatasi 2-oyning 8-kuni bu qonun loyihasini ma'qulladi. Avam palatasi bundan burun ma'qullagan edi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Prezident Trump bu qonun loyihaga imzo qo'ymay qolmaydi. Qonun loyiha Washington bilan Taybey ikki tarafning aloqador taraflarni ziyorat qilishini qonuniy asos bilan ta'minladi. Jungo bu Tayvan sayli sayohat qonuni tufayli Amerikaga norozilik bildirdi. Hawaii Honolulu Sharq va G'arb markazi yuqori darajali tadqiqotchisi Denny Roy apandi bundaq ko'rsatdi. Bu qonun loyihaning ma'qullanishi Jungoning qaysi bir siyosiy norozi bo'lganligining signalidir. Davlat Majlisi Amerika Tayvan munosabatini kuchaytirishni chaqiriq qildi. Kengash palatasi to'rbitining fikriga asoslanganda bu qonun loyihasida mundaq deyildi. Har darajalik Amerika amaldorlarining Tayvanni ziyorat qilib, Tayvanning munosib amaldorlar bilan uchrashishi Amerika hukumatining siyosati bo'lishi kerak. Endi Tayvan amaldorlari ham hurmatlangan asosda Amerikaga chegaradan kirib, Amerika amaldorlari bilan uchrashishi kerak. Qonun loyihasi yana Amerika bilan Tayvanning harbiy ishlar sohasida almashtirish elib berishiga ilhom berildi. Cumhuriyetçiler Partisining Davlat Majlisi a'zolari umumiy yuzlik holda Amerika Tayvan munosabatini kuchaytirishni tashabbus qildi, taklif qildi. Shimoliy Tayvan siyosat xatarlari maslahat so'rash organining ijroiyat mudiri Raymond Wu mundaq hisobladi. Amerikada Cumhuriyetçiler Partisi ikki palata tizginladi. Shuning bilan bu qonun loyiha tezlik bilan ma'qullandi. Jungo 3-oyning 1-kuni bu munosabat bilan Amerikaga noroziligini bildirdi. Bu qonun loyiha Washington tan olgan bir Jungo siyosatiga xilop. Tayvan davlat qaramog'idagi siyosat universiteti diplomatiya fakultetining professori Alexey Chiang mundaq ko'rsatdi. Jungo yuqori qatlam rahbarligi qonun loyiha Amerika Tayvan yuqori qatlam rahbarlarining berib kelishini davomlashtira olmasligiga kapolat qilish kerak. Lekin Prezident Trumpning bu qonun loyihaga imzo qo'yishni hargiz to'sib qala olmaydi. Tayvan davlat qaramog'idagi siyosat universiteti xalqaro ishlar institutining boshlig'i Huang Wei mundaq ko'rsatdi. Uzundan beri jiddiylashayotgan Tayvan bo'g'izi vaziyatiga ziyon elib kelib qolmasdan bu qonun loyiha Amerika Jungo munosabatiga ziyon elib keladi. Amerika Setmison markazi Sharqi Osiyo iqtisod to'ri yuqori darajali tadqiqotchi Johnson mundaq hisobladi. Agar Tayvanliklar Amerika rahbarlarini Tayvanni ziyorat qilishga taklif qilsa, Jungo Tayvanga shiddatli hayva ko'rsatdi. Agar Amerika Tayvanni ziyorat qilishni tashabbuskorlik bilan o'rinlashtirsa, ziyorat qilguvchilar taklifni qizg'inlik bilan qabul qilsa, Jungo uçaqda
Amerika bilan hisoblashadi. U mundaq hisobladi. Eng zo'r mumkinlik faraz qilaylikki, Prezident Trump Jungoning bir javob qaytarishini o'ylaydi. Yoki Beijing tarafning ma'lum darajada murassaga kelishini yoki yo'l qo'yishini umid qiladi. Jungo taraf nima yo'l qo'yish kerak? Masalan, ochiq emas. Uni hozir faraz qiyos qilolmaymiz. Yuqorida ko'rdingizmi? Chavshan men suhbat ustida kelay debdi. İşler başında vaziyet millet taraqqiy qilyapti, hurmatli vatandoshim.